Dilshod aka, keyin ham tug'ilgan kuniga nima sovg'a qilay deb boshingiz qotib yuribdi. Birinchi etajda 2 xonali, tayyor, hech kim yashamagan zo'r uy topib qo'yganmiz. Narxi ham arzon. Manzilimiz Begatda banisasining ichidan kirganda yangi tushgan ushbu 4 etajkani birinchi etajda 2 xonali kvartira zo'r uy. Ular ichkarilarini ko'ramiz. Endi bir qator ketdik. Shu bolalarni ham bir qator olib qo'ying, like. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, podyezdlar ham pokiza. Kirganimizda mana koridor kutib oladi. Bizni hop kirganimizda mana sanuzellar mavjud. Bu yerda issiq suv, sovuq suv, vobshe muammo yo'q. Olasizlar, maza qilib yashaysizlar. Kirib shunday. Va bu tomonimizda oshxonasi mavjud. Issiq suv, sovuq suv, gaz plita, duh konter. Xullas hamma sharoit bor. Shuni olib kelasizlar, palosni ko'rpa to'shaklarni olib kelib shuni yashaysizlar. Zo'r, xullas maza qilib yashaydi. Hop, ko'rib turibsizlar, bu spalni xonamiz, keyingina. Xohlasalar buni mehmonxona qilib foydalansalar ham bo'ladi. Issiqlik uchun ataplinalar qo'yilgan. Akfa derazalar, MDF eshiklar, aboylar hammasi xullas maza. Birov yashamagan uy. Hop, bu xonamiz xohlasalaring spalni xona qilinglar, buni xohlasalaring mehmonxona qilib foydalansalar ham bo'ladi. O'ta zo'r, remontlari yangi, hali hech kim yashamagan, parket pollar bo'lgan. Issiq suv, sovuq suvdan muammo yo'q. Ushbu uyning narxini 7000 so'ralyapti. Plus 3,5 milliondan krediti bor. Telefon qilaverasizlar. Egalari to'liq ma'lumotni beradi. Like'larni bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar.